penalonboz sifatli bo'ladimi deganlarga qadrdonlar mana ikkita akamiz sakrayapti. Qaranglar. Bu uqalanib ketadi, sinib ketadi. Yaxshi bo'lmaydi deganlarga qadrdonlar 1 yillik natijani ko'rsatyapmiz. Akalar rahmat bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar 1 yillik natija deganda o'zi qushlar ham kakaqib ketgan. 1 yil mobaynida mana chotki holatda turibdi. Tom bironta joyi chiziq yorilgani yo'q. Loy-lo'mboz yorilib ketadi-ya mana. O'shanaqa bo'lmagan va titilib ketmagan. Qadrdonlar bu narsaga ishonch bildirsangiz bo'lar ekan. Juda ham sifatli mana. Hozir mutaxassis akalarimiz bilan birgalikda ma'lumotini beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. Dang'illatib uchastkani solib qo'ygan akalar tom qismiga kelganda nima qilsam bo'lar ekan degan qadrdonlarimizga penalonboz. Bugun biz Namangan Uchqo'rg'onga kelganmiz. Qadrdonlar uchastkani zo'r qilib solasizda, qish mavsumida atapleniya katyollarda qo'yasiz, isitish moslamalarni qo'yasizda, lekin effekti bo'lmaydi. Issiq tevaga chiqib ketib qoladi. Sizlarga eng zo'r yangilik, sifatli, eng zo'r bo'ladigani qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Qishki kunida o'sha sarflagan rasxotingiz havoga uchib ketmaydi qadrdonlar. Uyda issiq ushaydi va yozda salqingina bo'ladi. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Hozir tomga chiqib, undan tashqari bu akalarimiz mana shunday penalonbozda mahsulotlarni ishlab chiqarib sotishar ekan. Mana bularni video davomida oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotini beramiz. Mana komplekt holatda turibdi. Necha pul, dastavkasi qanaqa, hammasini ma'lumotini beramiz. Biz hozir tomga chiqib ma'lumot berishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsiz. Xonadonimizga xush kelibsiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimi Asadbek? Rahmat, bizdek yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Qo'llaring dard ko'rmasin. Juda ham zo'r chiqibdi qadrdonim, ha? Ha, albatta. Xudo xohlasa, bunga 1 yil bo'ldi deyapsiz, ha? Ha, 1 yil bo'ldi. O'tgan yil shunaqa paytda qilingan bahor faslida. Mana qaranglar qadrdonlar, yorilib ketadimi, titilib ketadimi deganlarga mana buni qaranglar. Sakrab ham ko'rishdi akalarimiz. Juda ham sifatli, zo'r bo'lgan ekan. Asadbek aka, hozir shu joyimiz necha kvadrat? 110 kvadrat bu yerda. Joyimiz bu yerga 7 santimetrlik qilib qo'yilgan. Bu yerga o'sha 7 santimetrga qalinligi 7 santimetr bo'ldi. Qalinligi 7 santimetr. Endi Asadbek, videoni bir rivojdan boshlaymiz-da. Misol kvadratini bilib oldik. 110 kvadrat joy, ha? 110 kvadrat joy sizga mana shu xizmatni qilishingiz uchun tom qanday holatda bo'lish kerak? Tom shilibga tashlangan bo'lishi kerak. Ya'ni vassalar tashlangan bo'lishi kerak. Keyin zardivollar urilgan bo'lishi kerak. Aha, zarduvol urilib, vassa tashlangan bo'lishi kerak. Shu bilan sizning ishingiz boshlanaveradi. Ha, bizning ishimiz boshlanadi. Biz o'zimiz hamma mahsulotni o'zimizdan olib kelib, materialgacha hamma mahsulot ichida bo'ladi. Shu kelishilgan summani ichida bo'ladi. Uy egalari ortiqcha rasxod qilishmaydi. Aha, tushunayli. Hamma yo'q o'zingizdan bo'ladi. Uy egalari yo'q bu yoqqa yugurmaydi. Zo'r qilib, misol bir kunda necha kvadrat qo'yib ketasiz? 7 santimetrli bo'lsa 120 kvadrat, 5 santimetrli bo'lsa 150 kvadratgacha bir kunda bitirib beramiz. Mashalloh, juda ham zo'r. Asadbek, endi bir narsa, bu loy-lo'mbozdan afzalligi nimada qadrdon? Buni asosan loy-lo'mbozdan ustunlik jihati bu loy-lo'mbozga nisbatan ancha yengil bo'ladi. Bundan tashqari o'sha sifatli bo'ladi, yengil bo'ladi. Demak, Asadbek yengil bo'lgani hisobiga kichikroq to'sinlar tashlasa ham yuk tushmaydi, nagruzka tushmaydi, bo'laveradi, to'g'rimi? Keyin to'sinlarni chiritmaydi bu narsa. Keyin qishda issiqligi qanaqa? Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi, ya'ni utublik vazifasini bajarib beradi. Mashalloh, to'ppa-to'g'ri aytyapti akamiz. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Qaranglar mana. Biz haligi sveji qurilib turgan joylarni ko'rsatdik-da, akalar bu yorilib ketadi, bo'lmaydi, yurganda titilib ketadi. Mana 1 yillik natijani men sizlar uchun ko'rsatyapman. Atay qilingan joyda 1 yil bo'lgan joyini. Qaranglar qadrdonlar, bironta joydan yoriliq ko'ringlarchi mana. Bironta joyda mana. Hamma joyni ko'rsataveraman. Mana. Bironta joyda yoriliq yo'q. Mana. Aylantirib ko'rsataman. Bu degani sifatli, ishonchli degani qadrdonlar. Xudo xohlasa. Endi Asadbek, xo'p. Qizil. Misol uchun buni 7 santimetr qo'ysa necha pul bo'ladi, 10 santimetr qo'ysa necha pul bo'ladi deganlarga. Biz 5 santimetrdan 10 santimetrgacha quyapmiz hozirgi kunda asosan. 5 santimetrimiz 35 ming so'mdan, 7 santimetrimiz 45 ming so'mdan, 10 santimetrimiz 65 ming so'mdan,
quyib beryapmiz. Shuni ichiga qarang qadrdonim. Endi mahsulot ham yo'q ichida deyapsiz, lekin ana tashlaydigan materiali Materiali ham ichida. Shuni ichida bo'ladimi? Pulni ichida, ha. Shu pulni ichida, haligi tashlaydigan vassani ustidan tashlaydigan material ham shu pulni ichida, narxi ichida ketadi. Endi misol uchun biz hozir birinchi etajni gapirdikda, agar ikkinchi etaj, uchinchi etajlar bo'lsa narxi o'zgaradimi? Birinchi, ikkinchi etajga bir xil narx bo'ladi, kelishilgan summa bo'ladi. Hozir aytilgan summa. Uchinchi, to'rtinchi etajlarga ozginadan qo'shilib qolishligi mumkin. Mehnat evaziga. Mehnat evaziga, chunki tepaga mahsulotlar olish bor, mashaqqati ko'pligi uchun ozgina qo'shilib qolishi mumkin. Asadbek, yana bir narsa. Misol uchun, o'sha ota-bobomiz davrida yaqinda, umuman hozir ham loy-lo'mbos qilinadi, lekin shu loy-lo'mboslar hozir yorilib yotibdi, titilib yotibdi-da. Misol uchun, qishki kunida issiqlik chiqib ketadi. Kimlardir pul sarflab, palon million sarflab katyol qilgan, kimlardir nima deydi, konditsioner ishlatadi, tokdan foydalanadi. Qisqasi, tokda ham narxi qimmat. Issiqlik chiqib ketyapti misol. O'shalarni ustidan qilsa bo'ladimi? Loy-lo'mbos ustidan. Albatta, o'sha juda ham yaxshi bo'ladi. Loy-lo'mbozni ustidan qilinadi bu narsa. Biz ko'p joylarga qilib beramiz. O'sha asosan o'sha loy-lo'mboz ustiga qalin emas, 5 sm atrofida ko'proq quyib beryapmiz. Shunda juda ham sifatli bo'ladi, to'g'rimi? Sifatli bo'ladi. Qishki kunida o'sha issiqlik chiqib ketmaydi, yozgi kunida tomdagi shiferda issig'i ichkariga o'tmaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Uy salqin bo'ladi. Tok, ortiqcha tok sarflanmaydi. Mashalloh. Yozgi kunida ham, qishki kunida ham ortiqcha tok sarflamaysiz. Qishda isitish uchun sarflaydigan bo'lsangiz, yozda sovutish uchun sarflaysiz, ya'ni konditsionerda. Shunda juda ham foydali bo'ladi. Ham tez bitadi qadrdonlar. Misol uchun somon olib kel, tuproq olib kel, uni yutib qo'y, ustalar chaqir yoki hashar qil, davrlar o'tdi. Shunda telefon qilasiz, akalarimiz boradi, tomingizni bir kunda yopib qo'yadi qadrdonlar. 150-200 kvadrat joyda bir kunda cho'tka qilib yopib ketadi. Siz elektr bilan oziq-ovqat bilan ta'minlasangiz bo'ldi. Qolgan hamma yo'q ustakalarda o'zidan ekan. To'g'rimi aka? Shunaqa. Qadrdonim, yana bir narsa, endi xizmatlaringizni so'rashim kerak. Xizmatlaringiz qayerlargacha? Hozirgi kunda shu vodiy bo'ylab, agarda kvadrati ko'proq, katta joylar bo'lsa, o'sha Toshkent shahri, Dovonarti tumanlari, misol uchun Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, vohalarga ham borib bemalol quyib beraveramiz. Obyomiga qarab. Obyomiga qarab, obyomi katta kichikligiga qarab. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Endi pastga tushib turib, akalarimizni shu ishlab chiqaradigan apparatlarning ham ma'lumotini berdik. Shu biznesda, mana shu penalombos biznesini qilaman degan akalarga ham juda ham kerakli bo'ladi. Bo'lmasa biz boshladik. Qadrdonim, endi buni mana bu mahsulotlarni ham ishlab chiqarasizlar ekan, to'g'rimi? Buni o'sha penalombosga, ya'ni tom lombos qiladigan, penablok ishlab chiqaradiganlarga kerak bo'ladimi? Xuddi shunday. Penablok apparatlarimiz ham bor. Bundan tashqari hozir aytib o'tganimizdek tomga lombos qilaman degan usta akalarimiz, qiziqqan usta akalarimizga mana komplekt variantini yig'ib qo'yganmiz. Komplekt varianti o'sha lombos qilaman degan akalarga, shu biznesni boshlayman, shu ustachilikni deganlarga mana komplekt ekan. Komplektda nimalar hozir aka? Komplektida kompressor, mikser. Bundan tashqari o'zini maxsus pena chiqaruvchi bachogi, loy bachogi mavjud bo'ladi. Bundan tashqari bonus sifatida 1000 kvadratga yaqin yerga yetadigan o'zini original kukuni bo'ladi. Buni pena chiqarib beradigan. Xuddi shunday. Shuni bonus qilib berasiz. Mana shu 1000 kvadratga yetadigan joyga yetadigan nimani bonus qilib berasiz. Hozir mana shu komplekt necha pul? Buni vodiy bo'ylab dastavkasi bepul $290 dan Toshkent va Voha hududlariga kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Ya'ni yo'l kirasiga ozgina qo'shilib qolishi mumkin. Hozir $290 mi hammasi bu? Hammasi komplekt $290. $290 вообще arzon qadrdonlar. Mana hamma yo'q ichida kompressori, mikseri, 1000 kvadratga yetadigan kukuni, mana pena chiqaradigan o'sha nimasi, pena generator deydimi endi? Bu bachogi. Qadrdonlar. Zo'r, $290. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin, Toshkent vohalarga qo'shilib qoladi. Gap yo'q qadrdonlar. Aloqaga chiqarasizlar, shunaqangi biznes qilaman degan akalar, shunaqangi ustachilikka qiziqib turganlarga. Arzon, juda ham arzon. Biz boshqa joylarda ko'rsatganmiz, lekin ancha arzon, xudo xohlasa. Menimcha ma'lumoti bo'ldi. Xudo xohlasa cheklanmagan miqdorda buni, cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi qadrdonlar. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlar bor. Mana shu akalarning mehnatini qadrlab, bitta mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatullohni ushlasin.